Assalomu alaykum Domiklar o'z kanali kuzatuvchilari. Tayyor bo'lgan domiklarimizdan bitta video qilib beramiz. 12 metrlik, 12 metrga 290 kantlerimiz. Jami 3 ta xonadan iborat. Bir boshdan hozir hamma xonalarni ko'rib chiqamiz. Bunisi ofis qilingan. Eshiklar sifatlisidan 2 qavat oynak, terlamaydigan katta bozdan qo'yib berganmiz. Taglari alkafon. Mebelni rangda, bunisi ofis bo'lgan, elektrik montajlari, razvedka, avtomat, svet, kulchator hammasi tayyor holatda turibdi. 3 metrga 220. Derazalarga ahamiyat berasizlar, ochilib o'ziga qaytib yopiladi. 90 gradusda qolib ketmaydi, 180 ochiladigan holatda qilib berganmiz. Bu tarafda ham derazamiz bor mana. Hop. Ofis, bundan keyingisi bu yerga oshxona qilinadi, oshxona hisobida bo'lgan. Oshxonaning rangi ham xuddi shunaqa. Elektrik montajlari, o'tib liniyalari chiroyli, yaxshi baquvvat bo'lgan. Ichkariga ham eshik qo'yganmiz, tashqarilar alyumin akfa eshiklar. Bunisi spalni. Spalniga yorug' bo'lishligi uchun oppoq dekorplaslarni qo'yib berganmiz. Patologlar seri rangda dekorplast. Ikkita ram qo'yilgan bu yerga. Bunisi sanuzel. Unitaz, dushovoylari, aristonlari tayyor, juda ham chiroyli holatda bitgan. Tashqaridan ham alohida hojatxonaga xod qilib berganmiz. Hozir tashqaridan ko'rsatamiz. Bunisi tashqaridan kelgan odam uchun yoki tashqaridan kirish uchun hojatxona. Issiq suv, sovuq suv montajlar bo'lgan, rakvina qo'yilgan betga. Hamda unitaz. Fortichkalar, elektrik montajlari tayyor holatda. Eshik romlariga ahamiyat berasizlar. Shu konteynerda o'ziga minadigan tashqi katta bozdan qo'yib yasalgan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod qishlog'i. Bundan tashqari bizda asosan 6 metrlik domiklar, ko'chma do'konlar, 12 metrlik konteynerlar, bu yerda mana yasalib turganlari ham bor. 12 metrlik konteyner bu yerda baravariga yasalyapti. Bu ham shunga o'xshash variantda bo'lyapti, chiroyli. Konteynerlarning holati tekis, qovurg'alari ezilmagan butun konteynerlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Domiklar o'z jamoasiga murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib, tez va sifatli yetkazib beramiz.